shu oddiy sinish bo'yicha o'lib ketsa ya bolama. Ijtimoiy tarmoqlarda Namanganda suyak sinishi bilan bog'liq jarrohlik amaliyoti chog'ida bemor vafot etganligi haqida xabarlar tarqaldi. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida biz aynan operatsiya amalga oshirilgan Pop tuman tibbiyot birlashmasiga yetib keldik. Tibbiyot birlashmasi boshlig'ining davolash ishlari bo'yicha o'rinbosarini ish joyidan topishning imkoni bo'lmadi. Sababi Pop tuman prokuraturasini tergovchisi olgan topshirig'im bo'yicha tergovga jo'natib yubordim. 1 soat oldi. Bemorda jarrohlik amaliyoti o'tkazgan shifokor bilan telefon qo'ng'irog'i orqali bog'landik. Operatsiya qilmasam bo'ladigan holatida bu to'g'risida biz dadasiga ham 1-2 marta taklif etganmiz, shart emas qilinishi. 3 marta taklif etganmiz, shart emas otaxon qilishimiz bu operatsiyani. Birinchi operatsiya 16 kun bo'lgan, suyak bo'laklari qoniqarli, holat yaxshi turganligi sababli operatsiya to'xtatilgan, tugatilgan. Kontrol rentgen qilinganda bo'lagi biroz silchib qolgan bo'lgan, lekin u ahamiyatga molik silchish bo'lmagan. U aniq javob berish uchun ekspertiza xulosasini tushunimiz kerak. O'shanda o'limga olib kelgan aniq sabab kelib chiqadi. Birinchi operatsiyasiga olgan paytimizda rozilik xati qilib qo'yib berilgan. Bu kasallik tarixida ham turibdi. Bironta qog'ozga qo'l qo'ydirgan emas. Hech kim so'ramagan. Hech qachon ruxsat bermaganman. Hattoki beda qilgizmayman, olib ketaman desam, olib ketmaysiz deb turib olgan uni hisoblab. Vafot etgan bemor aynan mana shu xonada va ushbu o'rinda davolangan. Bemorning o'sha vaqtdagi holati yuzasidan uni davolashda ishtirok etgan hamshiralar bilan suhbatlashdik. Har kuni kirib yaxshimisiz, sizga yaxshiman derdi. Faqat shu oyog'imda og'riq bor derdi. Endi perveskalarni qo'yib tozlaydi perveskalar. Men bolamda uchun jicha shu haqiqatni ochib chiqsam, qolgan insonlarda farzandlari tirik bo'lar, nobud bo'lmas axir. Bularga jazo qo'llamasa men haqiqatan ham men chidayolmayman men. Qanday shu bola 3 ta bolasi yetim qoldi, 3 ta bolasi. Bemorni davolagan shifokor o'z ish joyida yo'qligi sababli undan intervyu olishning imkoni bo'lmadi. Ayni vaqtda holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Millar voqealar rivojini kuzatib boradi. Mavzu yuzasidan tafsilotlarni dasturimizning keyingi sonlarida yoritib boramiz. Marhumning yaqinlariga esa chuqur hamdardlik izhor etamiz.